tinglovchimiz meni tushunib kuylab bersinlar debdilar. Nafisa qo'shig'ini kuylab bersangiz deb yozibdi bir tinglovchimiz. Nafisa qo'shig'ini yaxshi ko'rar ekanlar. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan ekan. Halilboy ismli muxlisingiz ekan. 2024-yil 17-sentyabrda adashmasam Xovos tumaniga xizmatga borgansiz. Qarang, sanalarigacha eslab qolgan. Butun oilamiz uchun bu tarixiy voqea bo'lgan edi deb yozibdilar. Salomat bo'ling va yana Haliljonmi? Haliljon ismli. Ha, Haliljon. Bu esladim. Esladim. Ha, bu yigit o'zi ham qo'shiqchi. Ha, xonanda o'zi. Ham o'zi xonanda, Xovosda ham o'zi taniqli, to'yda ham hamma san'atkorlar kelgan. Keyin men bilan qo'shilib o'sha Jo'txo'la qo'shiqni birgalikda ijro etib, yig'lab ijro etgan to'yda. Shundan qattiq esimda qolgan bu yigit. Qarang. Hammani eslab qolish ham bu nima deydi? Yaxshi fazilat san'atkor uchun. San'atkor uchun